Hörmətli mehmanlar, bizning bugungi bu kechiligimizga Tangirtaq kino studiyasining ataqlıq artistlardan Abdukerim Abliz bilan Temirxon Ro'zi muqaddam tashrif qildi. Ularni anglsak quruq kelmaganda qilib turdim. Ularning mo ko'ngil so'g'ilari bor ekan. Qaynamsi biz qizg'in alqishlar bilan ularning so'g'illarini qabul qilaylik. Mang'ina, nima bo'ldi, nima? Qoni kiyimkin, jujan kiyimkin, chatalik kiyib qolgan kiyimkin deb ketkinni. Hey! Bu chatalik kagini kim ko'ribdi? Ha? Chatalik kesilishi qildi aytaqa. Ben sana chatalik yaxshi magnit chiqmaydi, yosh kesilishi qilaman. Nima deydi mana? Va chapalamchi chapal. Chapaldi qilib ama. Ha, chapaldi qilib chapal. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani obdan tula. Ha, yaxshi. Voy, sizni men tanimadim-ku. Siz meni tanimayli ukam. Men shu bozorda. Ha, bozorda? Ha, men shu bozorga mangan. Qaysi ukam bozorga bormisizlar? Ayda xizmat. Men bizning magazinda hamma molni boshida azan deyman. Voy, bu yerda nima magazin bo'ladi bu yerda? Mana hammasi magazin ukam ishlan. Ha? Turqimning o'zi magazin mana. Qaysi narada bir chapan bor ukam. Ammo men chapandagi chapan emaskan. Chiqaqamda. Qaysi? Mana men chapan ukam qaysi? Men chapan olmadim. Qaysi ukam? Men chapanni qaysi? Sep tashlab qo'yib pulashmaydigan, qayamg'ida cholashmaydigan isi chapan deyman. Erkek qo'yning terisi, mis qo'yning yapisi kalini qurum ukam. Kesla. Kesla? Bir yerga qarab ketib ukam, kesla. Nechuk pul bahosin deb qo'ying, andaki kiyay buni. Qaysi afkamish atiganda uzilkaga mufti yonima deb tutgan. Buni deb o'tamayli atiga afkam men bitta tashlab qo'ymadim. Og'zirdan chiqqan o'g'li berib o'tmish men. Nima? Og'zirdan chiqqan o'g'li berib o'tmish. Asa. Mana, naq keldi-da o'zinikidek. Balan chapan kim? Hey! Makraya Qadiqon. Bakasa? Ha. Nima qilibkan bu? Deb ketib borda? Ya o'zingiz shunday dedingiz-ku. Menda pulni jalab buni degandan keyin bilganim bu. Ben chapaq qo'ydim qarab. Ben asli oyoq olmoqchidim ha. Ben chapanmayman, oyoq og'limangan. Oyoq? Ha. Ukam, oyoq oldigan ishlar bo'lsa-mu, menda bor. Ha? Menda bor. Voy, bu nerede oyoq oldu bu yerda? Bizni Kufonda? Ha? Kufonda ambada. Voy, nerede ambar olsun bu yerda? Mana ukam. Amma. Meyada ukam. Alamat isl oyoq. Kasta. Mana. Chiroyli oyoq ukam. Amma maylis baqraydi. Voy, bu ko'n oyoqdan qo'shar bu. Ukam ko'n emas. Ozroqli kiyib qo'ygan yeri bor. Voy, shundaqdan bu kiygan oyoqni qanday kiygan bo'ladi? Anda desam qo'rqib ketmasa, ukam putini manda tiqib, manda qilib qo'ygan yeri bor. Boshqa ish yo'q. Astagfirullah. Kiymasda? Qaysasi ishkilib qilyapti ukam, ha? Men qaysi ukam? Men oyoq deganman vaqo ko'nroq yaxshi. Tutni qistamaydi, yalamaydi, g'ajamaydi. Seniki oyoqning ko'nisi yaxshi, xotinning yengisi yaxshi. Kiymasda? Ha, bo'pti. Bu oyoq nechta pul berma? Endi ukam, buni deyishmayli ukam. Ha. Oyoqqa endi haq olgan bo'lsa 75 qo'y deydim, 70 qo'yib bilaverasizlar. Astagfirullah. 70 qo'y bermayapman men. Ha, gapsa. Buni kelishib olaylik. Hadislar. 35 qo'y beray. 5 pon? 35 qo'y. Bir biğimi ya. O bir kadar kilim oldu ona. Ya Müslüman'da bebekte bana gireyim ha. Estağfurullah. 35 qo'y deganlar. Ukam 35 qo'y kelmaydi, ikki pashisi bor mana. Qanday bo'lsa? 50 qo'yma. 50 qo'y bo'lsa o'ylashmoqimiz. 5 qo'y qo'shay. Qo'y. Ha. Ya ukam va ikki petakni bitirma, ana bundan qo'ymoqqa. Estağfurullah. Tabii o qarada bersimiz alay. Bo'lmasa olmay bo'l. Men boshqa bizga qo'yib olay. Bo'lamda? Qanday qilsa qilam ya? Ha? Mana qilib ukam. Asla mening banarimda bir oyoqni qo'yib qolsa, kesla. Chiroyli oyoqda ammo. Qalaragina. Bilmasam ukam. Yaqsa? Bo'ldi, qarab qo'y. Mana. Voy, bir o'g'lab topgan bu. Balafka buni. Yo'q. Sal purishga qatib qilcha. Hamma mayli ukam mayli. Bo'pti, amsa. Vaqtma ketdimi?
Bakasaf kam. Bakasaf. 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 O ne oldu ya? Nasıl tanım oldun? Ha? Seylik'i. Haysiylikı? Seylik'ini çıktık aylık'ı. Seylik'i. Gördüm kaçkan ölü öksüken delik'e kargı nur olayınıға kargı şu. Estağfurullah. Kesme efkem kollanısın şu mu? Bayatın digen basıp kam bunu 35 kö 40 koydum ben 30 kö kılıp berdim bunu ben. Elimi geçmeyin. Deli deli kam soğudu diyen kılınmayın. Buladı. Bunda baksa bu ayakla giyin de çıksın. Ya kendimiz kısıp kam bizim ol kesin. Bakasın. Evet bir işten bak. Bir işten bak. Etigen 7-8'den tanışkan tep köp satmağın. Ama alamet işte açtı. Durun işten bak. Çettim. Onun üstü gibi köp sılan ertesinin bir netisi seni kim kiyip çıktı desem ne? Ha, mında da. Onu ben senle çigil bulam da. Vaa seni de kızıl çırakның nurda kiydiğin bolsa Afkar. Ama ot kaçta lap kızıl kaçtan çıkmam da. Mana çıkan degen ama malsaz İşten bu bulurken. Bu işten hareket kalmaz ha. Gefkem tark etmeydi. Paçaklar kalmaması işten her biz tark etmeydi. Tabii bunu bağış sanki. Endifkem bayatı satımen desem dep koylarının qa demeyme. Onu bunu dişmeyli özür pişim demem la. Lekin bunu de bak. Şimdi sen. Onda olsa bununla 30 koyul verek. Ya 30 koyga kelmeydi efkem türetiyen çıkla işten tutsa. Ya. 30 koyga kelmeydi o. Ben sana 30 koyul alay. Bu mesela bunda ayaklayıp keteverek. 30 koyga mı? Meyli efkem asla. Vay. Sen televizorda kiyip çıkıp kalsın men sat kaçtan da pakırlayıp oturalım. Asla. Vay. Gelse. Bunda mısın ha? Maafka. Oy. Masla? Makaran akar. Benim bu işten aldım da ha. Allah. Dışarıda bir keyif yapıp alayım ikindeyim. Efkem işten kiyem la satam la o özlemem şey. Hepsini olup gitken ben arlaşmam. Benim kısım değil. Bu uyga pırıp kiyip yana ekesek bulmaydı da ha. Sizin kayıtıp vermezsek. Onu da meşedin kipaka ya küçük kelemde, çoğun kelemde bunu fukulamaydı. Efkem sizge küçük çönkenmeydi. Sağlıklı sizge ölecek tükeşten bak. Kiledim ha. Kile mi? Kiledi. Ne kiledi? Bundan sonra meşed bir kipak sen bulduk ya. Kaldık. Ya mı yok? Ben keygilenip hep gittim efkem. Ha bir kipak mı sen bulmaydı mı? Matrap kalsa. Kes efkem. Ha? Tosap koydun. Va çaksak bana akar. Bunda kısız kadar oldu. Vay be efkem. Bunun kadar bunu maylam. Das manda kıl efkem. Ha? Ma işten alamet işten. Ha. Bu iştenlerden tepedile kiyemezler. Nakli geldi kaçtı. Bu mu buladı kerez? Ha. Şuna Kes ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. İştennin ömrü uzun sılı ömrü kısa olsun efkem. Kes. Vay. Emma nakli geldi efkem ha. Bir uzun paypak olup ketken bolsa. Nak geldi. Paçak içilip kaldı bu. Ne deyla? Paçak içilip kaldı ya. Efkem bu paçak degenin anca içilip kalganı kün kögünü yakşı. Neme kılı Kudayım bergen paçak işten için kılıp deyla. Bu panda çizgili oldu bakalım işten ne? Kaysa efkem. Ma iştennin acayip yakşı alaylıkları basılı efkem matılar. Ma paçak içilip dursa ben dedim ki bayatın. Rheumatizm bulmayla da ma iştennin alaylıkı kaysa. Rheumatizmның aldığını sarısın keyin aldı açtı. Bu da arkadaş. Ay canım efkem hazır kızlarının hemmesi modada müşege edilip kivatını kiyivəsil deyme. Oy ben bir kız var olmasam. Bırt var aslında. Manda qilib efkem sizlar sal kölemberdi. Ma işten çok seliqi burunliqi Lobenko, Nizeyko degeni kelgan ha. Ha. Ma qanday ishdan bilaman da? Ya. Kusarku. Şundan gel bana. Selevatli efkem bu. Bapta bo'lmaydi, hech gel bo'lmaydi. efkem bundan qatlab lekin sal meni de ketib qoldi bir gençlik qilib jup dazmollab keldi. Ma efkem men Ay. Ha? Bana qarang.
Ma işten kaldı kep kaldı qarang. Ha. Ondan sonra ayağımda pırap ketipti. Qaysi afkamsiz biraz kelishni bilamla. Oyoq deganim ancha-muncha purab turgani yaxshi. Ma oyoqlar kech purab bersa o'ldirib hasharat kirmaydi. Qashi qilmaysiz, emasda. Voy shundadim qanday yil oldu bu pırap ketgan oyoqlar bu kaltishlarni qanday yil oldu. Bo'ldi, eng yaxshisi mana qaytirtanga bo'ldi. Afkam buni qaytirib olmaydi. Bu bizniki biz tijoratchilikniki qaydimiz ekan. Qaytirib olmaydi. Satamiz qaytirmaymiz. Voy shundan so'ng hozir oldim qo'tega. Ya hozir asla afkam keyin asla buni bilan chatqim yo'q. Qaytirib olmaydi. Astagfirullah. Bu qaytirib bersangiz nima bo'ladi? Ha? Mana qilib afkam. Ha? Navada afkam. Bir tane bilezik var. Kızlar, manifka qo'liq sasin bo'ladi. Men tepas qilsin bo'ladi mani. Mana asla. Voy bu qop-qora turdi, qardab ketgan ekan bu. Afkam qora oltin. Ya bu altınla mı karısı olandı? Afkam ak altın, sariq altın ishonlar, qora altın ishonmamlar. Men xalqdan chiqqan altın. Mana bor afkam qaysa. Xotinlarga bunday sap qo'ysa qo'shib qoladi. Ajiz raqamasmi qilishgan? Voy, mening xotinim yo'q aka. Bu ajiz ketdingmi? Yo, haqni topgan gibi bekor emas ekan afkam, ha? Ela qiz siliq yerda sopin to'mabdi. Artistning qo'lida xotin to'mabdi degan ras ketganda. Alay aka, to'la quruq gapni qilma. Voy, men tek o'lanmagan. Ha, to'g'ri, o'ldi bilib bunday ajishda arasa. Eng yaxshisi meni qaytirib Ya, turaman. mana qilib afkam. Sizlar ana gapni qilmaydi, tursa qaysi navada. Bir dona so'raydi. Amma masad. Ism. Mana. Masad. Voy, bu to'xtab qapti-ku. To'xtab qapti degan afkam, men adam mang'andigan chensiding soat. Voy, chiqmadi soatimiz men eng yaxshi qaytirib turaman bo'ldi. Voy, yana siz afkam mush ketdimi? Voy, bu qanday yigil bo'ladi aka buni? Astagfirullah afkam, buni qaysa men sizga e'tibor beray. Mana qildi. Ha. Endi buni asli qaytug'un olmaydi sizlar, almashtirib beray. Ha? Almashtirib beray. Voy, nemaga almashtirmiz buni? Mana bir shatki bor. Ha? Shatga. Qaysi shapka? Mana. Meni shapka baqsa. Qo'ysa afkam, ashtim shatki degan olamda. Mashinada sifatga enjida qilib buni. Mana shatki deymiz afkam, mana ko'plarla shatki mana. Nimaga ishlasizlar? Bo'laveradigan shatki mana qanda. Mana shatki deymiz, mana shatki ilib qo'ysa bo'ladi. Bo'laveradi. Bo'ldi, to'la chaqchaq qilma aka. Eng yaxshisi mana ishni qaytirib turaman bo'ldi. Qaytib olmaydi afkam. Voy, meni qaytirib turaman. Ha, qaytib olsam-chi? Ha? Beka iste'molchilar jamiyatiga borg'ash chiqamiki? Nega? Iste'molchilar jamiyatiga. Ha, akaslar. Iste'molchilar jamiyati bor afkam. Ko'chini ko'raman. Ha. O'sha yerda matra qarasa 5 qavatli bir bino bor, shuning 6-qavatida. Ya 5-qavatida. Basa, siz meni iste'molchilar jamiyatiga borsam, meni qo'rqitmada bo'lib qoldim. Meni qo'rqitmada aytamkan. Mening bu yer muqim tukunim yo'qkan. Men ko'chma-ko'ch tijorat qilgan odam. Ular meni tutib olmaydi. U yerlarda men qatnashim. Voy, shunda xusma jenim aka meni xafa bo'lmaydi qaytirib turaman. Chiqqan pulni tutib kelib, qag'inni bo'lsin bir qaytirib turaman bo'ldi. Tushunibmi? Ha. Sat turamiki? Ha? Ya, bo'ldi herhalde. Sizni tutib kelib, qag'inni qaytirib turaman. Mayli, ko'ngillari hamsiz. Deb qollar bo'lmasa. Nechta bergansiz bu menga? Men 70 qo'yib bergan. 70 qo'y? Ha. Mayli hamsiz. Men 20 qo'yni hajlab chiqam. 50 qo'y tutib qoldim, ketaversin. Shu so'da kelsa, ha? Taksida. Voy, bu insof bilan ish qilmamsiz aka. Haromdan qo'rqmamsiz. Nima? Insof bilan ish qilgan. Harom? Harom bo'lsin, birdan bo'lsin, jonga harom degan gap anglamaganmi sizlar? Ha? Harom, insof deb ketganlar. Astagfirullah. Ya, bu qaytmamsiz hadi, to'liq qaytmamsiz. Voy, nima deysiz? Mavaka. Kila atash. Qara mana. Va, shu yerdan tushganda ming'iz gap qilib yurdi degan gap anglamasan. Men sana necha ming'iz gap qilib qoldim. Navas sana tushundirman deb turib tushib uylar tatib qolsan sen meni to'layapsan. Nima jinim chiqdim ava? Voy, og'ina. Jin haromga qo'rqmaydigan. Jardamni mikan sag'ina. Voy, magana. Jin navachining qazdan chizmo'shilchilab qolsa tan chiqmaydigan lavzika ma jujan ketiga artist. Yamanliga avtanda qo'shilibsiz.